Buni eng yaxshi tushuntirib beradigan voqea Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Miroj voqeasida Azroil farishtasi bilan uchrashganda o'lim farishtasini payg'ambarimizga aytgan gaplari bo'lsa kerak. Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimizni Mirojga chiqargan paytda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Azroilni, ya'ni o'lim farishtasini ko'rdilar. O'lim farishtasi uning boshqaruvida ko'plab farishtalar bor edi. Uning o'ng va chap tomonlarida Allohning buyrug'ini, ya'ni o'lim haqidagi buyruqni kutayotgan farishtalar bilan o'ralgan edi. Va katta bir ajoyib daraxt bor edi. Uning yuzida tabassum ham yo'q edi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomdan o'girilib so'radi: "Ey Jabroil, bu kim?" Jabroil alayhissalom quyidagi javobni berdi: "U har qanday ta'mni achchiqlantiradigan, jamoalarni bir-biridan ajratadigan, uylarni buzadigan, qabristonlarning ko'nglini ko'taradigan, bolalarni o'ldiradigan, ayollarni beva qoldiradigan, u o'lim farishtasi, ya'ni Azroil alayhissalomdir. U va jahannamning qo'riqchilari hech qachon kulmaydilar. Ular hech qachon tabassum qilmaydilar." Jabroil alayhissalom unga yaqinroq kelib salomlashing dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam salom aytdilar. Buni eshitgan Azroil farishta o'rnidan turib payg'ambarimiz salomiga javob berdi. U payg'ambarimizni Allohning iltifoti bilan kutib oldi va suhbat boshladi. Payg'ambarimiz Azroil farishtaga dedi: "Bu sizning joyingizmi?" "Ha, Robbim meni qiyomatgacha yaratgandan beri bu joyda bo'lganingizda qanday qilib jonlarni ushlaysiz, ya'ni jonlarni olasiz? Robbim bu joyni menga joy qildi va mening amrim bilan 5000 farishta berdi. Men ularni yerga qo'yib yuboraman. Agar kimningdir muddati yetib, rizqi kesilsa va umri tugashiga qaror qilinsa, men unga 40 farishtani yuboraman. Ular uning ruhini o'rab olishadi. Ular tomirlar, nervlar, badan va qon orqali ichiga kirib, qalblarni o'rab olishadi. So'ngra barmoqlaringizning uchlari bilan qalbingizni ushlaydilar. Uni tirsagigacha tortgandan so'ng ular marhumni 1 soatga yolg'iz qoldiradilar. Keyin ular ruhni kindikka tortib yana 1 soatga qoldiradilar. Keyin uni tomoqqa olib kelishadi va ruh tanadan chiqib ketganda ko'zlar xiralashadi. Chunki ko'zlar ruhga bo'ysunadi. Men ularning har birini ikkita nayzamdan bittasi bilan ushlayman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Azroil alayhissalomdan so'radi: "O'lim vaqti kelganini qayerdan bilasiz?" U aytdi: "Ey Allohning rasuli, osmonda har bir odam uchun ikkita eshik bordir. Odamning rizqi biridan, uning amallari ikkinchisidan ko'tariladi. Mening chap tomonimda turgan bu daraxtning har bir bargida odamning ismi bor. Insonning muddati yaqinlashganda barg sarg'ayadi. Keyin u barg rizq teradigan eshikning oldiga to'kilib tushadi. U insonning nomi yozuv varag'ida ham yozilgan va men uning o'lishini tushunaman. Men unga qarayman. Shunda tanasi qaltiray boshlaydi. Uning yuragi ko'chib ketganga o'xshaydi va u to'shakka yiqilib tushadi. Keyin men uning yoniga 40 farishtani yuboraman va ular uning ruhini ushlaydilar. Qur'oni Karimda shunday bayon qilingan: Ayt, sizlarni o'zingiz uchun tayinlangan o'lim farishtasi vafot ettiradi va keyinchalik tirilib Robbingiz huzuriga chiqarilasizlar. U Alloh qullari ustidan mutlaq hokimdir. Sizlarga qo'riqchi farishtalar yuboradi. Sizlardan birortangizga o'lim kelganida elchilarimiz uni vafot ettiradilar. U elchilar aslo xato qilmaydilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yana Azroil alayhissalomdan so'radi: "Xo'sh, hayot olayotganda kiradigan asl husningizni ko'rsata olasizmi?" Azroil alayhissalom dedi: "Siz unga bardosh bera olmaysiz, ey Allohning rasuli." Shundan so'ng Azroil alayhissalom asl qiyofasida paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz uning ko'zlarini ko'rdi. Uning 2 barmog'i orasidagi dunyoni ko'rdi. U shunchaki dunyoni 2 barmog'i orasida aylantirar edi. Payg'ambarimiz bu qudratni ko'rib, yuragi joyidan sakrab chiqqudek urardi. Ammo bu uchrashuv so'nggi uchrashuv emas edi. Ushbu uchrashuvdan taxminan 10 yil o'tgach, Azroil alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning jonlarini olish uchun keladi. Payg'ambarimiz juda holsiz va charchagan edi. Alloh taolo Azroil farishtasini vazifasini bajarish uchun payg'ambarimizning yoniga yubordi. Azroil farishta badaviy qiyofasida kelib uning eshigini taqillatdi va u o'zini Azroil farishta ekanligini aytdi. Keyin uning Azroil alayhissalom ekanligi anglanganda payg'ambarimiz sahobalariga uning badaviy ko'rinishida kelgan Azroil bilan yolg'iz qoldiringlar dedilar va uni qabul qildilar.
ey Allohning rasuli, sizga Allohning salomlarini keltirdim. Azroil alayhissalom payg'ambarimizning hayotini olish yoki olmaslik to'g'risidagi qarorni Alloh bergan vakolat bilan payg'ambarimizga topshirgan edi. Agar ruxsat bersangiz, men sizning omonatingizni olgani kelganman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam aytdi: "Ey Azroil, jon topshirish qiyinmi?" dedi. Azroil alayhissalom ha deb javob berdi. Azroil alayhissalom dedi: "Ey Allohning rasuli, men sizni joningizni olgani keldim. Lekin men sizning joningizni qiynamasdan olaman" dedi. O'sha gapdan keyin payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam so'radi: "Ummatlarimning ham jonini olayotganingda qiynalishadimi? Agar shunday bo'lsa, meni jonimni ham qiynab ol. Ummatlarimning jonini olayotganingda ularni qiynab jonini olma" dedi. Jabroil alayhissalom ham shu yerda edi va dedi: "Allohga shirik keltirmagan ummatlarni Alloh kechirishini aytdi." Bu gaplarni eshitgan payg'ambarimiz yengil tortdilar. Jabroil alayhissalom aytdi: "Yo Rasululloh, siz uchun osmonlar tayyorlandi. Osmon eshiklari siz uchun ochildi va Robbim sizning kelishingizga mushtoqdir" dedi. Payg'ambarimiz Azroil farishtaga qarab, "Omonatingni olgin" dedi. Azroil alayhissalom boshqa payg'ambarlar oldiga borganda nimalarni boshidan kechirganini eshitganmisiz? Bir kuni Hazrat Sulaymon alayhissalom do'stlari bilan birga o'tirar edilar. Hazrati Azroil alayhissalom kirib o'tirganlardan biriga diqqat bilan boqdilar. U odam Azroil farishtaning bunday boqishlaridan juda qo'rqib ketdi. So'ngra Hazrat Sulaymonga: "Ey payg'ambarim, menga yordam qiling. Haligina Azroil menga qattiq tikilib qaradi. Mening jonimni oladi chog'i" dedi. Sulaymon alayhissalom undan: "Xo'sh, nima qilayin? Mendan nima istaysan?" deb so'radilar. "Shamolga amr bering, meni Hindistonga eltib tashlasin. Shoyat Azroilning panjasidan qutulib qolsam" dedi. Sulaymon alayhissalom uning istagini bajo keltirdi. Shamolga buyurib uni Hindistonga jo'natdi. Ertasi kuni Azroil yana ko'rishmoq uchun